uchun yaralgan? Bolajonim, samodagi yulduzlarning o'z egasi, o'z taqdiri bor. Ularning har biri ulug' ajdodlarimiz haqida so'zlaydi. Bobo, mana bu katta kitob qanday kitob? Bu moziydan so'ylovchi ibrat kitobidir. Unda bizning 3000 yillik tariximiz mujassam. Bobojon, axir siz muallimsiz, ko'p narsani bilasiz. Bu kitobda aynan nimalar haqida yozilganini aytib bering. Bu kitobda birinchi va ikkinchi Renessans, ya'ni buyuk uyg'onish davrida ulug' bobolarimizning ilmu fan, saltanat ravnaqi yo'lida amalga oshirgan olamshumul kashfiyotlari, jasoratlari bitilgan. Bu haqida elimizning atoqli shoirlari mana bunday o'tli satrlarni bitganlar. Yurtim, ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim. Ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor. Bobo, bular kim? Bular jadid bobolar, yangi zamonni ilm ma'rifat asosiga qurilgan ilg'or jamiyatni orzu qilganlar va shu yo'lda jonlarini ham ayamaganlar. Siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Asrimiz ilmu hunar, harakat asridir. Turmoq asri emas. O'rganmoq darkor. E'tibor qilinglar, ey oqillar. Ziyoli millat vatan nima ekanligini bilur. Millat uchun jonini, molini fido etar va millat taraqqiysi uchun doimo harakat etar. Vatan mening jon va tanim sajdagohimdir. Har murodu maqsadingga yetmoq istarsan murod. Ko'z ochib bedor bo'l, darkor ilm, darkor ilm. Kelingiz yoshlar, ziyolilar, bu kun g'ayrat qiling. Uxlaganlarni agar qodir esak uyg'otamiz. Adabiyot yashasa, millat yashar. Asqarib surgun chekib barmog'iga ishlab kelur, barmog'iga ishlab kelur. Men qushimni hovuzga solsam, kim solibdi qarg'aga, kim solibdi qarg'aga. Qurboning bo'layin ey onajonim. Seni faryodlaring mening fag'onim. O'tmishingni o'ylab o'rtanar jonim. Aytsam ado bo'lmas dostonlaring bor. Bobojon, bu yaxshi odamlarni nima uchun qiynashgan? Ey bolajonim, millatim deb, vatanim deb yashaganlarga u zamonlarda kun yo'q edi. Shuning uchun ko'p takrorlayman, bu yaxshi kunlarning qadriga yetish kerak. Bobolarga munosib bo'lmoq kerak. Bobolarga munosib bo'l, bobolarga olam ahlini uyg'otgan daholarga oqqan daryo oqar qo'shib daryolarga bobolarga munosib bo'l, bobolarga bobolaring ot qo'ylar
farzand